Qo'shma Shtatlar rasmiylari Davlat departamentining xorijiy dezinformatsiyaga qarshi kurash markazini yopdi, deb ma'lum qildi AQSh davlat kotibi Marko Rubio. Ma'lumot uchun, Davlat departamenti qoshidagi ushbu markaz Rossiyani dezinformatsiya va targ'ibotda ayblab kelgan edi. AQSh rahbari Ukrainaga hatto pul evaziga ham qurol yetkazib bermoqchi emas, deya ma'lum qildi Bild nashri. Tramp Zelenskiyning 50 milliard dollarga Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari va raketalarni sotib olish taklifiga rad javobini berdi. Bilasizmi, Zelenskiy har doim raketa sotib olishni xohlaydi. Ammo agar siz urush boshlayotgan bo'lsangiz, unda g'alaba qozonishingiz mumkinligini bilishingiz kerak. O'zingizdan 20 barobar katta bo'lgan dushmanga qarshi urush boshlash va keyin kimdir sizga raketa berishga umid qilish mumkin emas, deb javob berdi Donald Tramp. Donald Tramp Rossiyaga aloqador kemalarning AQSh portlariga kirishga taqiqni yana 1 yilga uzaytirdi. Ommaviy axborot vositalarida avvalroq Qo'shma Shtatlar rahbari 2021-yilda joriy etilgan AQShga qarshi kiber faoliyatda ishtirok etgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinayotgan rossiyaliklarga nisbatan shaxsiy sanksiyalarni ham uzaytirgan edi. Marko Rubio va Uitkov Ukrainadagi urushni to'xtatish masalasini muhokama qilish uchun Fransiyaga boradi, deb ma'lum qildi AQSh davlat departamenti. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Marko Rubio va prezident Donald Trampning maxsus vakili Steve Uitkov 16-18 aprel kunlari Parijda yevropalik hamkasblari bilan Ukraina masalasida muzokara olib borishni rejalashtirmoqda. Amerikalik rasmiylar prezident Trampning Rossiya Ukraina urushini to'xtatish va qon to'kilishiga barham berish borasidagi maqsadlarini amalga oshiradi. Bundan tashqari, Rubio Parijda mintaqadagi umumiy manfaatlarni rivojlantirish yo'llarini ham muhokama qilinadi, deyiladi davlat departamenti veb-saytida. Xitoy AQSh bilan o'zaro hurmat asosida muzokara o'tkazishga tayyor ekanligini bildirdi. Bloomberg nashriga ko'ra, Pekin Washingtonni bosim o'tkazish vositasi sifatida tariflardan foydalanishni to'xtatishga chaqirmoqda. Shuningdek, Xitoy mintaqadagi bir tomonlama siyosatga javoban ko'p tomonlama hamkorlikni ilgari surib, Osiyoda diplomatik aloqalarni mustahkamlashni davom ettirmoqda. Shimoliy Koreya Rossiya Ukraina urushidan 20 milliard dollardan ortiq foyda oldi. Newsweek. Tehronning uranni boyitish huquqi AQSh bilan muzokaraga bog'liq emas, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi. Rossiya va Belarus maxsus xizmatlari NATO faolligi va Yevropaning Ukraina atrofidagi keskinlashuvi kuchayish fonida oldindan harakat qilishga tayyor, deb ma'lum qildi Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari. Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'an shunday deydi: Ba'zi davlatlar Suriya masalasida Turkiyaning sabrini sinashga urinmasin. Do'stligimizning qadriga yetishlari o'zlarini xalqaro tashkilotdek emas, balki mas'uliyatli davlat sifatida tutishlari kerak. Hech kim bizning jangovar ruhimizni shubha ostiga qo'ymasligi kerak, dedi Turkiya rahbari. Men doim bosh qo'mondon ekanman. Amerika Qo'shma Shtatlari har doim dengizdagi eng kuchli va eng shafqatsiz va eng qudratli dengiz flotiga ega bo'ladi, dedi Donald Tramp. Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin Ukrainadan hududlarini Rossiyaga topshirishni talab qildi. Shuningdek, u Rossiyaning ayni damdagi hududiy chegaralarini tan olmasdan tinchlikka erishish mumkin emasligini aytdi. Rossiyaning Kursk shahridagi podshipnik zavodiga Ukraina dronlarining zarbasidan so'ng kuchli yong'in kelib chiqdi. AQShda ishlatiladigan noyob metallarning yarmidan ko'prog'i Xitoydan import qilinadi. Bu haqida mamlakat rasmiylari ma'lum qildi. Eng katta bog'liqlik esa kuchli doimiy magnitlar sohasida kuzatilmoqda. Bu yo'nalishda Xitoy ulushi 75% ni tashkil etadi. AQSh hukumati bu holatni milliy xavfsizlik uchun tahdid deb hisoblamoqda. Chunki mazkur materiallar mudofaa, aerokosmik va energiya sohalarida muhim rol o'ynaydi. Rubl dunyoning barcha valyutalarini ortda qoldirdi.
Bloomberg 2025-yil boshidan beri Rossiya rubli dollarga nisbatan eng kuchli mustahkamlangan valyutaga aylandi. Rublning kursi dollarga nisbatan 38% ga o'sdi. Bu hatto dollarda baholanuvchi oltinning 23% o'sishidan yuqori. AQSh Ukrainaga harbiy yordam uchun berish kerak bo'lgan qarzni 3 barobarga kamaytirdi. Bloomberg Ukrainaning foydali qazilmalari bo'yicha muzokaradan so'ng qarz miqdori 300 milliarddan 100 milliard dollarga tushgani aytilmoqda. AQSh ko'rsatilgan harbiy yordamga javoban Ukraina foydali qazilmalardan ishlatish huquqini qo'lga kiritmoqchi. Vladimir Zelenskiy: "Men faqat bitta rossiyalik bilan uchrashaman." Bu Putin. Ukraina rahbari bu haqida Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi chiqishida aytib o'tdi. Biz Tramp va Yevropa bilan umumiy reja ishlab chiqqanimizdan keyin Putin bilan o'tirib urushni to'xtatish bo'yicha muzokara o'tkazsak bo'ladi. Eng muhimi, Yevropa hamda AQSh o'rtasidagi birdamlikni yo'qotmaslik. Biz siz va Yevropasiz kelishuvga erishish yaxshi fikr emas. Umid qilamanki, Trampning bunday niyati yo'q. Bizga AQShning doimiy va kuchli yordami kerak. Tramp biz tarafda. Men tarixga Putinga o'z yurtini bosib olishga yordam bergan odam sifatida kirishni istamayman. Putin bilan to'laqonli o't ochishni to'xtatish va asirlarni almashish bo'yicha gaplashganmiz. Lekin u harbiy asirlarni almashmadi. Putin yolg'onchi. Agar biz NATOda bo'lmasak, unda biz NATOni Ukrainada quramiz. NATO a'zosi bo'lmasak, 1,5 million kishilik armiya bizning haqiqiy xavfsizlik kafolatimiz bo'ladi. AQSh hech qachon bizni NATOda ko'rishni xohlamagan. Biz Yevropada harbiy qudratni oshirishimiz kerak. Qurol ishlab chiqarishni oshirishimiz kerak. Rossiyaga qarshi turishimiz uchun bizga 200 dan ortiq brigada kerak. Hozirda Yevropada 82 ta, Ukrainada esa 110 ta brigada bor. Hattoki birgalikda ham bizda Rossiyadan kamroq brigada bor. Rossiyada 220 ta jangovar brigada mavjud. AQSh vitse-prezidenti Vens bilan uchrashishga tayyorman. Hozircha barcha hujjatlarni imzolashga tayyor emasman. Lekin Ukrainaning tabiiy resurslaridan foydalanish bo'yicha bitimni muhokama qilishga tayyorman, dedi Ukraina rahbari.